so'kinishdan oldin bilish kerakki, og'izdan chiqadigan narsasi hammasi yoziladi. Farishtalar yozib borishadi og'izdan chiqqan gapni. Shunga payg'ambar alayhisalom aytganlar: qiyomat kunida nomai amalida ko'p istig'forlar topilgan insonga jannat bo'lsin dedilar. Endi sizga variantlar, yo so'kinib, maza qilib, so'kinib gapirib oling va buni hisob-kitobini berasiz Allohning huzurida albatta. Yoki uni o'rniga astag'firulloh deng, subhanalloh deng, ajr mukofotini olasiz va jannatda sizga bir ekin ekiladi. Jannatdagi bo'lgan joyingizga qaysi biri? Tanlang. So'kinadigan bo'lsangiz, misol uchun birovni it deb yoki undan battar so'kinadi masalan inson. Ba'zi johillarda bo'ladi. Aytgan gapiga javob beradi. So'kinganiga ham javob beraman, albatta javob beradi. Inson nomahram ayolni nikohimga oldim yoki nomahram ayol men roziman degan bitta kalimasi bilan bir-biriga g'irt nomahram bo'lgan er-xotinlar halol bo'lib, er-xotin bo'lib turmush qurib ketyapti-ku bir og'iz gapga. Yoki taloq degan so'zga oila ajrashib ketyapti-ku. Nima uchun so'kilgan gapiga javob bermaydi Allohning huzurida? Albatta javob beradi.